Bu manipulyatsiyami yoki yordam chaqirishmi? Keling, buni aniqlaylik. Bolalarda kattalarni manipulyatsiya qilish uchun yetarlicha rivojlangan aql yo'q. Shu bilan birga ular har qanday aloqa shaklini mukammal taqlid qilishadi. Farzandingiz o'z yo'lini topish umidida teatrda yig'layotganini sezsangiz, uni bo'sh vaqtingizda tahlil qilishga harakat qiling. Ehtimol siz ham u bilan muloqotda xohlagan natijaga erishish uchun manipulyatsiyadan foydalanasizmi? Masalan, u barmog'idan qon topshirishdan qo'rqsa, uni uyaltirasiz. Bunday soxta manipulyatsiyaning ortida nima bo'lishi mumkin? Faraz qilaylik, bola rad javobini olganda haqiqatan ham juda xafa bo'ldi va hatto jahli chiqdi. Biroq kattalar gazabni xavfli deb bilishadi va bolaga jahllanishni taqiqlashadi. Keyin u gazabni ko'z yoshlari kabi maqbulroq shaklga aylantiradi. Endi u ota-onasi nazarida tajovuzkor emas, balki qurbon bo'lib qoldi. Agar ota-onalar bunday bosimga dosh bera olmasa va taslim bo'lsa, bola bu ish semasi ekanligini tezda tushunadi va uni qayta ishlatadi. Ushbu diskinni qanday buzish mumkin? Farzandingizga his-tuyg'ularini to'g'ridan-to'g'ri ifoda etishiga yordam bering. Chegaralarni buzmasdan bu his-tuyg'ularga dosh berishni o'rganing. Masalan, men ko'ryapman, sen juda jahling chiqyapti, baqiryapsan, qo'llaringni silkitayapsan. Intonatsiyangiz bilan undagi gazob qanchalik kuchli ekanini juda yaxshi tushunayotganingizni ta'kidlang. Sen hozir shu o'yinchoqni sotib olmoqchisan, lekin men ruxsat bermayapman. Uni kelajakdagi xaridlar ro'yxatiga qo'shishimiz mumkin. Hozir esa uyga borishimiz kerak.